Mavzumizning rejalari quyidagilardan iborat. Birinchi, innovatsiya haqida ma'lumotga ega bo'lish. Ikkinchi, ona tili fanida qo'llaniladigan metodlar haqida va uchinchi, rasmli testlarni bajarish, ya'ni PISA xalqaro baholash dasturi bo'yicha bo'ladi ushbu testimiz. Ma'lumki, innovatsiya bu nazariy asoslangan, maqsadga yo'naltirilgan hamda amaliy mo'ljallangan yangilik sanaladi. Bugungi kunda umumta'lim maktablarida innovatsion ta'lim nafaqat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi faol dialogga kirishishni, balki dunyoni anglashda faol va tashabbuskor bo'lishni taqozo etadi. Biz innovatsion texnologiya haqida aytib o'tyapmiz. Avvalambor innovatsiya so'ziga izoh beradigan bo'lsak, u inglizcha so'zdan olingan bo'lib, yangilikni kiritaman, tatbiq etaman, o'zgartiraman degan ma'nolarni bildiradi. Innovatsion ta'limning maqsadlari bo'lib, ular quyidagilardan iborat. Birinchi, ta'lim oluvchilarning yuqori darajadagi ma'naviy hamda intellektual shaxsiy rivojlanishini ta'minlash. Ikkinchi, ta'lim oluvchilarning ilmiy tafakkur ko'nikmalarini egallashda shart-sharoitlar yaratish. Uchinchisi, ijtimoiy, iqtisodiy hamda kasbiy sohalarga yangiliklarni kiritish metodologiyasini o'rgatishdan iboratdir. Innovatsion texnologiyaga asoslangan darslarning an'anaviy darslardan farqi nimada? Farqi shundaki, bu darsda o'quvchiga erkinlik muhiti yaratilib, unga o'z fikrini mustaqil bayon etish imkoni beriladi. Xo'sh, bu imkoniyat qanday yaratiladi? Birinchidan, o'quvchilarning fikrini tanqid qilmaslik va to'g'ri baho berish. Ikkinchi, noto'g'ri javob bo'lmaydi, ya'ni o'quvchilar xato qilishdan qo'rqmasligini tushuntirish. Uchinchi, boshqalar fikriga o'zgartirish kiritib, qo'shimcha fikrini asoslab berish. To'rtinchi, dars jarayonida o'zini xotirjam tutish, ishtirok etish va do'stona musobaqa muhitini yaratishdan iborat bo'ladi. Biz dars jarayonida bir emas, bir nechta, ayniqsa muntazam qo'llanib kelinadigan aqliy hujum metodi, BBB metodi, Venn diagrammasi, loyiha metodi kabi metodlarni ko'p va muntazam qo'llaymiz. Avvalambor har bir o'qituvchi ta'lim metodini to'g'ri tanlay olishi kerak bo'ladi. Shuning uchun ham tanlanayotgan metodning o'rganilayotgan mavzu mazmuniga mos kelishini, uning murakkablik darajasini o'quvchilar qanday qabul qilishini e'tiborga olishi muhim sanaladi. Hozir esa men sizlarga 5-sinf ona tili darsligida berilgan shakldosh so'zlar, ya'ni omonimlar mavzusi bo'yicha video topishmoq metodining quyidagi varianti haqida aytib o'tmoqchiman. Video topishmoq metodidan foydalanishda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi. Birinchidan, o'quvchilarga o'rganilayotgan mavzu mohiyatini tasviriy yoritishga yordam beruvchi izohlarsiz bir nechta video lavha, surat namoyish etiladi. Ikkinchi, o'quvchilar har bir lavhada qanday jarayon aks ettirilganini izohlaydi. Uchinchi, o'quvchi video lavhalarda aks etgan jarayon, hodisa yoki suratlarning mohiyatini daftarlariga qayd etib boradilar. To'rtinchi, o'quvchilar o'qituvchi tomonidan berilgan savollarga javob qaytaradi. Ana endi esa ushbu slaydga, suratlarga e'tiborlarni qaratamiz. Bu ya'ni 5-sinf o'quvchilarga mo'ljallab tayyorlangan slayd. Demak, birinchi rasmda otning rasmi, ikkinchi rasmda to'pni uloqtirayotgan bolaning rasmi, navbatdagi rasmda yig'layotgan bola va yosh bola, yonayotgan shox hamda kulayotgan bolaning surati turibdi. Ana endi esa navbatdagi slaydga e'tiborni qaratamiz. Bunda endi gaplar berilgan va bularning javobini o'quvchilar aytish kerak bo'ladi. Jonivorlar ichida bordir bir jonzot, uning nomi esa juda yaxshi. O'quvchilar aytish kerak: ot. Odil to'pni menga ot. Yig'laganda to'kilar ko'zlaridan yosh. Mening ukam juda yosh. Daraxt shoxi yonganda hosil bo'lar kul. Chaqaloq kuldi. E'tibor beryapsizlarmi? Mana bu ushbu jumboqli gaplarimizda shakldosh so'zlarni uchratishimiz mumkin. Mana ot, ot. Demak, birinchisida ot so'z turkumi bo'lsa, ikkinchisida ot
fe'l so'z turkumi, ya'ni fe'lning buyruq shakli bo'lyapti. Navbatdagi suratda esa ko'z yosh nima? Ot so'z turkumi, ukam juda yosh sifat so'z turkumi bo'lyapti. Keyingi suratda esa kul yog'ochning yonishi natijasida hosil bo'ladigan kul bo'lsa, undan so'ng esa chaqaloqning kulgusi fe'l so'z turkumi bo'lyapti. Mana endi mavzumizni keltirib chiqaradigan bo'lsak, ot, yosh, kul. Aytilishi va yozilishi bir xil, ammo ma'nosi har xil bo'lgan so'zlar shakldosh so'zlar deb aytiladi. Demak, bunday slayd, ya'ni rasmlar orqali biz o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishini oshirishimiz mumkin bo'ladi. Dars jarayonida o'quvchilarga yangi mavzu yuzasidan tushuncha berishda ularga mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish hamda media manbalar, kompyuter, televizor, radio, proyektor, video va audio magnitofonlar orqali erkin fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish ko'proq natija beradi hamda o'quvchilarimizda tayanch kompetensiya, axborot bilan ishlash kompetensiyasi rivojlantirib boriladi. Navbatdagi metodimiz sindikat metodi. Bu metodda o'quvchilar 3 ta kichik guruhlarga bo'lingan holda berilgan topshiriqni 3 xil nuqtai nazarda hal etishi zarur bo'ladi. Ekranda 3 xil so'z, qofiyadosh so'zlar, vatan, vatansizlik, vatandosh so'zlari namoyish etiladi. Bunda o'quvchilar o'z fikr mulohazalarini bildiradilar. Barcha guruh a'zolari dunyoqarashlari orqali turli vositalar, ya'ni suratlar yoki qisqa matnlardan foydalanib topshiriqni bajaradilar. So'ngra yechimlar birgalikda muhokama etilib, umumlashtiriladi va guruhlar faoliyati baholanadi. Demak, birinchi guruh a'zolari vatan so'ziga izoh berishadilar. Yurt, tug'ilib o'sgan maskan, inson uchun qadrli makondir. Ikkinchi guruh ishtirokchilari vatansizlik so'ziga izoh berishadilar. Vatandan judo bo'lish, vatanidan ayrilish. Uchinchi guruh ishtirokchilari vatandosh so'ziga izoh beradilar. Shaxsga nisbatan qo'llanilib, bir yurtda tug'ilib o'sgan ma'nosida qo'llaniluvchi so'z hisoblanyapti. Demak, biz ushbu metodlar orqali o'quvchilarimizning darsga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatli ustozlar, dastlab taqdimotimizning 3-rejasida aytib o'tilganidek, rasmli testlarni bajarish, ya'ni xalqaro baholash dasturi haqida aytib o'tgan edim. Demak, PISA Program for International Student Assessment, ya'ni o'quvchilarning savodxonligini baholash bo'yicha xalqaro tadqiqot dasturi bo'lib, dasturning asosiy maqsadi 15 yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish, matnni tushunish, matematika va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini hamda ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar yordamida baholashdan iborat. Bu yerda endi ijodiy fikrlash ko'nikmalarini turli xil testlar, ya'ni qanday testlar? PISA xalqaro baholash dasturida testlar quyidagicha bo'ladi. Bir javobli testlardan iborat, bir necha javobli testlardan iborat, rasmli testlardan iborat hamda mantiqan o'ylantiruvchi savolli testlardan iborat bo'ladi. Hozir men sizlarga rasmli testlar asosida ona tili fanidagi mavzular yuzasidan quyidagi rasmli testlarni aytib o'tmoqchiman. Mavzu: qo'shma so'zlar imlosi. Savolga e'tibor bering. Qaysi rasm qo'shma so'z bilan ifodalanadi? A. Choynak, B. qo'lqop, C. mevalar, D. mashina. Bu yerda javob B. qo'lqop. Bu yerda qo'lqop qo'shma so'z bo'layapti. Navbatdagi mavzu: shakldosh so'zlar. Rasmdagi narsaning nomi shakldosh bo'lgan javobni toping. A. tut, B. atirgul, C. kitob, D. parta. Javob A. shakldosh so'z. Negaki tut meva bo'lsa, tut kapalakni tut fe'l bo'ladi. Natijada mana birinchi suratimiz A javobimiz shakldosh so'zlar mavzusiga to'g'ri keladi. Navbatdagi so'zlashuv uslubi. Qaysi rasm so'zlashuv uslubi mavzusiga mos keladi? A. farzand, B. tort, C. o'quvchilar muhokamasi, D. hovli. Bu yerda javob C.
o'quvchilar muhokamasi va munozarasi so'zlashuv uslubiga mos keladi. Punktatsiya haqida. Rasmdagi punktatsiya tinish belgilar bo'lgan javobni toping. A. Kitoblar. B. Qo'ng'iroq. C. Uy. D. Undov va so'roq belgilari. Bu yerda javob D. Undov va so'roq belgilari tilshunoslik fanining punktatsiya bo'limida o'rganiladi. Demak, ushbu rasmlar orqali biz o'quvchilarni o'sha rasm orqali javoblarni tezda aniqlashini o'rgatishimiz mumkin bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, o'quvchilarga faqat bilim berishgina emas, balki bilim olishning yangicha usullarini o'rgatish muhim. Har bir mahoratli o'qituvchi ta'sir etishning shunday yo'lini tanlash kerakki, bunda bola uchun qulay psixologik iqlim yaratib, bolaning individual xususiyatini rivojlantirishi va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirib, mustahkamlash imkonini har doim topa olish kerak bo'ladi. Bu esa o'qituvchilardan mahorat bilan ishlashni taqozo etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.